Hammaga salom, men ismim Asal va men Amerika maktabida o'qiyman. Bugun biz darsdan keyin cupcake qilishni rejalashtirgandik va men srazu borib, sochimni shunaqa yig'ib oldim. Qo'llarimizni yuvib olib, cupcake qilishni boshladik. Idishga cupcake uchun tayyor massani solib, ustidan suv, yog' va 3 ta tuxum solib aralashtirishni boshladim. Men shunaqa oq ranglisini tayyorladim. Boshqalar qora, shunaqa shokoladni pushti va boshqacha ranglarini tayyorlashdim. Tayyor bo'lganidan keyin shunaqa solib chiqdim va hamma cupcake'larni birga duxovkaga 350 gradusga qo'ydik. Qizlar bularni strechka o'rab chiqishdi, chunki biz bularni ertaga maktabda hammasini sotamiz. Bu paytda ustozimiz biz cupcake tayyorlagan idishlarni yuvdi. Maktabimizda ichida har xil narsalar bor, xolodilnik bor ekan va plita, kirmoshina va har xil narsalar bor ekan. Cupcake'larimiz tayyor bo'ldi va olib chiqdik. Va yana ko'proq cupcake'lar tayyorlashni boshladik. Men shunaqa qo'yib chiqdim qog'ozlarni cupcake uchun. Qo'llarimizga perchatka kiydik va ustini bezashni boshladik. Bu biz pishirgan cupcake'larni yarmi ham emas. Biz juda ham ko'p tayyorladik. Shu bilan hammamiz uyga ketdik. Endi ertaga maktabda bu cupcake'larni sotamiz. Hammaga xayr.